qanchasi? Sho'rvani ko'proq qo'ying, ham yog'li qilib. Ha. Besh bosh bo'lsa sap qo'ying sho'rvani. Ha, aynan aka. Go'sht to'g'ri. Qo'yardim. Bitta beravering. Ha, olib kirib beraman aka. Solo bo'ladi. Ichkari sig'ak ekan. Qanday ham qo'shing? Bitta qoldi. Qo'shib qarang. Ha. Hech pul? 60. Buni besh yil qo'yaman. Mayda chiqdi. Aka, kelib turaverasiz. Akajon kelib turaverasiz. Shitdiysizmi aka? Yo'q, bitamiz. Nechta? Bular juda katta berasiz. Non qo'yib berdi. Ha, qo'yavering. Bitta jup turtadi. Qo'qar bo'ldi. Yaxshi pishgani bering, aka. Bo'ldi, rosa. Niyat xolis aka, juda katta qolgan ekan. Hozir yog'lab beraman aka. Yana bog'lar turtadi. Ha, bor, nechta? Yana turtadi. Non bittadan? Ha, ketadi. O, mana Toshkentdan kelgan. Opa qatlisiz? Toshkentdan keldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Oltin somsasi qalay ekan? Zo'r ekan. Kelinglar sira ham yeb ketinglar. Ekan, Biz Toshkentdan keldik egani. Qayerdansiz Toshkentda? Toshkent Yangiobod degan joydan. Gap, opagina sog' bo'ling. Rahmat katta. Xo'p, bo'pti, opa. Yaxshim, rozi bo'ling. Bo'pti, opa. Rahmat. Xo'p, bo'pti. O, oltin somsasi zo'r.